Qoraqalpoqqa gaz beryapti ekan, boramizmi qaya? Onasini hamsa kuchuk bo'lay qaytib metan mashinam minsam. 73 soatda o'chiribdan kirib boraman, shalankani shuni meniki tiqadi, gaz tugadi deydi. Tavba qildim, vodiy petagmi bu? Oldin oynadan tortib olaydi-ku, hech kim kelmayapti-ku. Taksi bormi? Ha endi benzinda yuribmiz-da, vodiyga polniy salon kirib borishimiz 12 million, 15 million bo'lyapti. Assalomu alaykum aka. Andijonga yurasizmi? Andijonga. Bitta o'zim nechi ming? 1 million. 1 million? Bir oy oldin 100 ming edi-ku. Bir oy oldin ketmabsan-da bo'lmasa. Qanday bir oy oldin ketaman? Nima yangi yilda yo'l cho'zilib qolibdimi? Sovuqdan abarat kichkinarib qolish kerak emasmi? Insofingizni yeb qo'yibsiz. Haqiqatan akajon, shunaqa bayram kunlari kelganda biz shopirlar insofimizni yeb qo'ygandek bo'lamiz. Yaxshi eslatding. O'tiribdi 980 ming. Nima? Shuncha aqlli gapirib 20 ming kelishtirib berdingizmi? Bo'pti, ketsam oldida ketaman. Bo'pti, oldida ketasan, chiq. Vodi. Assalomu alaykum, Andijonga yurasizmi? Onasini hamsan. Andijonga men bilan ketsangiz, buni Andijondan chiqayotgan tabiiy, nokli, anorli raya suvlarini ichib ketamiz. Necha pul olib ketasiz? Berganingizni berarsiz. Menga ham berarsiz? Men endi yerini beraman, nima beraman? Rayani aytyapman. Ha? Aka, mana shu kunni oldiga olsangiz 2 million beraman. Orqaga o't 2 million berguncha. Chiqing sening oldiga. Vodi bir kishi, Vodi. Assalomu alaykum akajon. Alaykum assalom. Andijongami? Ha? Qanchaga olib ketyapsiz? 1 million. Pochtachi? 100 ming so'm. Unda meni ham pochta qilib olib keting. Voy, aqlli. Pochta qilib olib ketaman-da. Rosa kutayotgandim seni, chiq. Big'illataman. Pochta joyida ketadi. Tushundingmi? Nafas olmay gazlanib o'l. Anjan. Assalomu alaykum aka, Andijonga olib keting. Anjanga bo'ldi, olib ketaman jonim bilan. Faqat joy to'lib qoldi, akajon. Mana shu bakti ichida jincha benzinni hidi keladi, lekin ketaverasan. Qani? Taksilarda bayramda bir davra keldi-da. Pul yesang seni qo'lim muzlab ketyapti.